Hey, bahor keldi. Tabiat uyg'ondi. Siz ham uyg'oning. Yuring men bilan. Bog' aro sayr qilamiz. Assalomu alaykum. Yashashni o'simliklardan o'rgan degan ekan bir olim. Faqatgina o'simliklar har qanday joyda va vaziyatda ham omon qolish uchun butun kuch-quvvatini ishga solar ekan. Biz bugundan boshlab sizlarga havola etmoqchi bo'lgan dasturimiz o'simliklar olami haqida. Assalomu alaykum. Orqamda turgan ikkita o'rik daraxti biri gullagan, biri gullamagan. Sababini tushunib olasiz. Ko'rib turgan o'riginglar, mana tagida turganim, bu qantak o'rik. Bu mayda bo'ladi, lekin juda ham shirin bo'ladi. Buni bitta aybi bor. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani sharoitida, ya'ni o'sib turgan sharoitida bu o'simlikdan hosil olish ancha qiyin. Buni sababi, men o'sha vaqtda bu ekkan vaqtimda bu o'rikni erta gullashi haqida tasavvurga ega bo'lmaganman. Endi mana yillar o'tib bir narsani tushunib yetdimki, erta gullaydigan o'simliklarni sovuq olish xavfi juda ham katta. To'g'ri, mana bu yil xudo xolasa agar yomg'ir yana bir hafta yog'may tursa, changlanish davom etadi-da, undan keyin bu yerda kichkinagina g'o'ralar paydo bo'ladi. Shundagina biz buni hosili bor ekan degan fikrga kelamiz. Bu ancha yillardan beri juda ham kam hosil qiladi. Agar e'tibor bilan qaragan bo'lsanglar, o'simlik bir tomoni mana quyoshga qaragan tomonida mana gullar ko'p. Agar bu tomondan qaralsa, bu g'arbiy tomondan qaraladigan bo'lsa, g'arb tomonida gul kam. Buni hammasi quyoshdan kelayotganini hisobiga bo'ladi. Endi ko'rganinglar, mana bundan keyingi turgan o'simlik, bu ham o'rik, lekin o'rikni yubileyniy navi. Ancha eski navlardan, nav eskirmaydi albatta. Ko'p yillar sinovdan o'tganligini hisobga oladigan bo'lsak, Yangiyo'l tumani sharoitida juda yaxshi natija beradi. Shunday yillar bo'ladiki, hosilni quyib solganidan shoxlari sinib ham ketadi. Bu o'rik shirin, uni ustiga silliq bo'ladi. Mana shu o'rikni navini bugun O'zbekistonni aynan shu Toshkent viloyati sharoitida, meni fikrimcha ko'paytirib ekkan yaxshi natija ola oladi. To'g'ri, endi qanday o'rikka yetmaydi, bu juda ham shirin o'rik, uni ustiga o'zida turgan joyida qotadi. Ana shaloq o'rikka o'xshab tushib ketmaydi. Kompot qilinganda juda ham kuchli maza beradi. Bunga shakar ishlashni hojat yo'q. Ammo ming afsuski, biz mana tumanimiz sharoitida bu o'rikdan yaxshi hosil olish imkoniyati bo'lmayapti. Shuning uchun mana shu kech bo'ladigan navlarni ekishni tavsiya qilaman. Agar o'rik Toshkent viloyati sharoitida tez gullab qoladigan bo'lsa, xuddi bu o'rikka o'xshab, ob-havo sharoiti birdan sovib qolgan vaqtida gullarni sovuq urish xavfi juda ham katta. Shuning uchun imkoniyat darajasida bog' tashkil qilgan vaqtda mana shu zonalarda, ya'ni shu arid zonamizda bo'lgan o'riklarni navlarini ekish kerak. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumaniga borganimda bir holatni kuzatdim. Turkiyadan olib kelingan o'rik navini ham bilishmaydi, olib kelib ekilgan. U juda ham maqtalgan nav ekan, lekin 2018-yilda tashkil qilingan bog' hali ham hosilga kirmagan. Hosilga kirgan vaqtida sovuq olib ketar ekanda, to'kilib ketadi. Demak, ular ertangi navlarni ekishgan. Shuning uchun imkoniyat darajasida bog' tashkil qilayotganlar, ular biznesmenlar bo'ladimi, tashkilotlar hozir bog' tashkil qilyapti, fermerlarimiz juda ham bunga jiddiy e'tibor berish kerak. Ertaga qattiq kuyib qolmaslik uchun.
Daraxtlar har yili deyarli 22 kilogramm karbonat angidridni o'zlashtiradi. Bitta daraxt bir yilda 120 kilogramm kislorod ajratadi. Har bir daraxt hayoti davomida 1000 kilogramm karbonat angidrid gazini yutadi. Endi aytingchi, sizni bitta ko'chat ekish uchun necha daqiqa vaqtingiz ketadi? Haqiqiy tabiat shaydolari bilasizmi nima qilishadi? Ko'chada to'nkani ko'rib qolishsa, uyga olib kelib, undan go'zallik yaratishadi. Ishonmaysizmi? Marhamat, unda o'zingiz ko'ring. Mazkur yog'och kashfu aslini olganda bu ko'rimsiz holatda bir ustun edi. Ma'lum bir qismi, ya'ni 4dan 2 qismi chirigan holatda va yaroqsiz holatda bir chekkada yotar edi. Bir kun o'ziga xos tarzda shakl berishga qaror qildim va turli o'lchamlarda kesib olib va moslamalar orqali ichini teshib oldim va ushbu holatga keldi. Atroflarni silliqlab, pardozlagan holatda, so'ngra o'sha alif va lak bo'yoqlarini berib, biroz yaltiroq holatga keltirdim. Assalomu alaykum aziz gul shaydolari, sizlar bilan Mansurxon Yo'lchiboyev va biz bugun sukkulent gullardan o'ziga xos tarzda ko'rinishga, qiyofaga ega bo'lgan kompozitsiya tayyorlaymiz. Biz hozir mo'jazgina asosan sukkulentlardan iborat issiqxonamizdamiz. Bu yerda sukkulentlarning 400 ga yaqin turlari mavjud hozirgi kunda. Biz ulardan ayrimlarini tanlagan holatda oldimda turgan ushbu yog'och kashfu tuvakka mos tushadiganlarini tanlaymiz va bugun sizlarga ushbu tuvagimizga chiroyli holatda kompozitsiya tayyorlash jarayonini birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Ushbu yog'och kashfumizda sukkulentlar qancha muddat yashay oladi degan savol bo'lishi mumkin. Sukkulentlar asosan suvga talabchan emasligi bilan ajralib turadi, ya'ni o'zini bargida ko'p miqdorda suv saqlaydi va shu bois ham uzoq muddat suvsizlikka chiday oladi. E'tibor berish lozim bo'lgan jihati tagi teshik emas, teshik ochilmagan bu tuvagimizdan. Boisi ma'lum bir holatda purkash orqali suv beramiz gullarga va o'shani o'zi ularga yetarli darajada bo'ladi va uzoq muddat sukkulentlar bunda yashnab o'sa oladi. Demak, dastlab biz ushbu ko'rinishdagi, dizayndagi yog'och kashfumizga qaysi gullar to'g'ri keladi. Hozir esa sizlar bilan birgalikda bog'imizdagi gullardan tanlab olamiz va so'ngra ishimizni davom ettiramiz. Demak, biz kristovnik rolli gullarimiz bor, sukkulent gullar. Bu ham o'ziga xos tarzda kompozitsiyani ochadi. Ikki xil ko'rinishdagisi bor. Biroz uzunchoqroq bo'lgan, marvarid shaklini beradi va dumaloqroq shakldagisi bor. Har ikkisidan ham foydalanishga harakat qilamiz. Bu gullarimiz ham u qadar injiq bo'lmagan gullardan hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bularni shunchaki uzib olyapman. Tuproqqa mana shu bandi tegib qolsa, hisob tomir ortib ketadi va yana e'tibor berilsa, har 5-10 santimetrlarda o'zi tomir chiqargan bo'ladi. Mana shu joyi tuproqqa tegib qolsa, ko'karish ehtimoli katta bo'ladi. Bu yerlarimizda ham mana bu exiveriya gulimizni olamiz. Mana tomirlar ortib turibdi. Xo'p, bu yoqdan yana bizga kerak bo'ladigan gullarimiz. Bu ham o'ziga xos chiroyli, mana tomir ortishni boshlagan. Xo'p, mana bu gullarimizdan qirqib olamiz. Mana bu kaktusimiz ham juda chiroyli bo'lib ochilgan ekan. Shundan foydalansak ham bo'ladi. Tomirlari ancha qalinlashib ketgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yonidan chiqqan bolachalari ham gullashga kelgan. Sukkulentlar bilan kaktuslar bir oilaga mansub hisoblanadi. Shu bois ham ularni bitta joyga ekish mumkin bo'ladi.
Mana bu dollar pul daraxti deyiladi. Bundan ham foydalansak bo'ladi. Bu ham o'zgacha ko'rinish beradi. Bu gulimiz ham o'ziga xos. Mana hammasi chiroyli tomir ortib turibdi bular. Mana bu gulimizni ham ishlatsak bo'ladi. Ha, mana bu gulimiz ham chiroyli ochadi kompozitsiyani. Rangi ham o'ziga xos, yorqin bo'lgan. Buni ham qirqib olyapman. Tomir ochishi juda ham oson. Bir haftada tomir chiqarib rivojlanib ketadi. Bu yoqda foydalanishimiz mumkin bo'lgan. Har ehtimolga qarshi mana bu kaktusimizdan ham olamiz. Chiqib tomiri uzunroq bo'lsa bo'ldi. Bu gullarimiz Echeveria. Tuvayda ixchamroq o'sadi. Yerda esa ko'rib turganingizdek juda ham quvvat olib, nima deydi? Pishqirib ketadi deydimi? Chiroyli o'sib ketadi. Xo'p, bizga yana qaysi gullar kerak bo'ladi? Asosan gullar tanlayotganda 3 xil kompozitsiyani hisobini olish kerak. Old tomon, o'rta qator va orqa qator. O'sha qatorlarni to'ldirish talab etiladi. Bu gulimiz ham o'ziga xos ko'rinish beradi. Shunaqa ajaplanishingiz mumkin. Deyarli ko'pini qirqib olyapman. Demak, ish stolimizga joylab olamiz. Mana gullarimizni olib kelib oldik. Bir dasturxon deydi-ku mana. Mana shuncha gullar keldi. Bularni qurib qolmasligiga sabab yuqorida aytib o'tdim. Ya'ni o'zini tanasida, asosan bargida suv saqlaydi, uzoq muddat yashay oladi. Ba'zida turli bozorlarga yoki yarmarkalarda ishtirok etganimizda mahalliy o'zimizni aholimiz so'rashadi, o'tmi bu deyshadi. To'g'ri, ba'zi birlari o'tga ham o'xshab ketadi, lekin odatdagi o'tni uzib, shunchaki tashlab qo'ysangiz 1 soatga qolmasdan qurib qoladi. Hozir ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'taman. Mana shu jonini sinayapman. 8 oy bo'ldi. 8 oydan buyon tomiri tashqarida turibdi. Hattoki gulladi. Mana shu holatda. Qancha vaqt tura olishi, yashay olishini har bitta gulni tajriba sifatida o'tkazaman o'zim. Qancha yashay oladi, qaysidir biri issiqqa chidamli, qaysidir biri soyada, qaysidir biri 50 ga 50 desa ham bo'ladi. Mana shunday holatda tajriba qilib, bizdan xarid qilayotgan xaridorlarga ham ularni joylashuvi, xonasi yoki yaratib berayotgan sharoitini inobatga olgan holatda ularga tayyorlab beramiz. Biz hozir tayyorlayotgan kompozitsiya ham asosan issiqsevar, ya'ni yorug'likka talabchan bo'lgan gullardan foydalanyapmiz va ularni albatta yorug' joyga qo'yish kerak bo'ladi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Dastlab bizda universal tuproqni tayyorlab olganmiz. Buning ichida torf, perlit, vermikulit va o'sha barcha ozuqalar hammasi mujassam. Odatda sukkulentlar uchun u qadar chuqur bo'lgan idishlar tavsiya etilmaydi. Boisi ularni ildizlari popuk ildiz hisoblanadi va chuqur joylashmaydi. Yuza qismida bemalol yaxshi ildiz otadi va rivojlana oladi. Aytib o'tish kerak, hozir biz foydalanayotgan tuproq, ya'ni maxsus universal tuproq hisoblanadi. Bunda o'sha barcha ozuqaviy elementlar mavjud hamda tomirlarning yaxshi rivojlanishi uchun havo o'tkazuvchanligi yuqori, ya'ni g'ovaklik. Biz o'zimizni oddiy tuproqda ham sinov tajribasini amalga oshirib ko'rganman. Yerda ham o'sadi. Agarki tuprog'ingiz unumdor bo'lsa, juda ham chiroyli o'sadi.
Chunki yerdan quvvat olish bir o'ziga xos ularga kuch beradi. Agar yer unumsiz bo'lsa, 4 santimetrlik o'sha sukkulent gulingiz oylab o'sha holatda turadi. Na o'sadi, na quriydi. Ya'ni stress holatida turaveradi. Buni ham o'sha tajribadan o'zim o'tkazib ko'rganman. Agar yerga ekmoqchi bo'lsangiz, mana hozir bahor, keyin yoz keladi. Hamma hovlida turadiganlar uchun ayniqsa bu tavsiya bera olaman. Hovlingizning o'sha gulzor qismiga yoki landshaft qilmoqchi bo'lgan qismingizga ushbu sukkulentlarni ekishingiz mumkin. Toki qish kelgungacha juda ham chiroyli o'sadi. Kattaligi, hajmi ham o'ziga xos katta bo'ladi va ranglari ham o'ziga xos tiniqlashadi, ya'ni quyosh nuridan bahra olganda. Lekin to'g'ridan to'g'ri bizning yozni chillasida ularni quyosh tig'ida qoldirishni tavsiya etmayman. Biroz soya berish kerak bo'ladi. Demak, dastlab qaysi gullarimizdan boshlaymiz? Bizni yog'och kashbomizning ikki cheti biroz ochiqroq holatda, ya'ni qiyalik bor. Ushbu qismni yopishga harakat qilamiz. Asosan qaysi gullar yopa oladi? Bargi va hajmi katta bo'lgan gullarni mana shunday ochiq joylarni yopishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tomiri mavjud, lekin tana sifatida o'sgan tomir kamligi uchun bu yerda bu joylashishi qiyinroq bo'ladi. Biz boshqa gulimizni tanlaymiz. Mana shu tomirini ko'rishingiz mumkin. Bu o'rtacha tuproqda rivojlangan. Demak, mana atrofidan bolachalar chiqargan. Bu ham qavat-qavat bo'lib o'ziga xos chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Shu gulimizni mana shu burchakni yopish uchun foydalanamiz. Ozgina tana qismi bor va tomiri ham bor. Ya'ni bu yoqda ushlanib qoladi. Marvarid chodasiga o'xshagan gullarimizni ham oldik. Hozir ularni topib olsam. Mana shu gullarimiz ham adashmasam noyabr oyida kesib qo'yganman. O'shandan buyon turibdi. Deyarli qurigani yo'q. Tomirlar chiqargan. Ya'ni ekishga tayyor. Bular asosan chetga yoki o'rta qismlarida o'ziga xos bir chiroy bag'ishlaydi. Hozir biz o'lchab olamiz va bu bilan birgalikda ekamiz. Bu gulimiz 1,5 yil mana shu holatga kelgan, 1,5 yil bo'lgan holatiga. Qancha ko'p o'ssa, mana shu tomiridan yuqoriga qarab tana rivojlanib boradi va chuqurroq bo'lgan kompozitsiyalarga foydalanish qulayroq bo'ladi. Mana bunisi esa yerda o'sgan holatda, bu tuvayda o'sgan, bunisi yerda. Hali u qadar tana shakllanmagan. Pastki barglarni olib tashlasak bo'ladi, qo'rqmasdan. Bu barglar albatta uvol bo'lmaydi. Bir chetga tashlab qo'yamiz. Ulardan kichik-kichik bolachalar chiqadi. Bu gulimiz ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Pinsetlardan foydalanib turamiz. Demak, kashbotuvagimizning old tomoni sizlarga ko'rinib turgan tomon hisoblanadi. Shu bois orqaga biroz bo'yi bor gullardan foydalanamiz. Buni nomi eshak dumitda. O'zbek tilida biroz qo'polroq eshitiladi, lekin o'zini ko'rinishi chiroyli. Bu ham ko'plab kompozitsiyalarni ochishda ishlatiladi. Xo'p. Kompozitsiyada ranglar xilma-xilligiga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu gulimiz ham tomiri yo'q, kesib oldim, lekin u qadar injiq emas. Juda ham tez tomir ortadi va shoxlab chiroyli ko'rinishga keladi. Demak, orqa qismimizni yo'q, hozir to'sib qo'yar ekan bu. Tuprog'imiz juda ham yumshoq va g'ovaksimon bo'lganligi uchun uni bosib
gullarni ekishda davom etamiz. Tomirlarni qirqib tashlasak ham bo'ladi. Boisi yangidan chiqadi. Kaktusning o'zi qo'lga juda ham yopishqoq. Shakli biroz egilgan holatda o'sgan. Shu bois ham o'zini shu qiyofasini saqlashga harakat qilamiz. Ya'ni egilgan holatda qoldiramiz. Bu gulimiz ham aslida qizarish kerak. Rangi to'q qizil holatda bo'ladi. Chiroyli ko'rinish beradi, lekin hali ozgina ulgurmay qoldi. Bunday kompozitsiya gullarni bizni xalqimiz yaqin 3-4 yillarda yaxshi qabul qila boshladi. Avvallari biroz shular ham gulmi, o'tga o'xshaydi-ku, rangini xunukligini degan ta'na-dashnomlarni eshitardik. Bir orada bu gullardan qaytish fikri ham paydo bo'lib qoldi, lekin biz to'xtamadik, harakat qildik. Ya'ni shularni yana ham chiroyli, o'ziga xosligini saqlagan holatda taqdim etishga harakat qilyapmiz. Hozir ko'z tegmasin, ancha yaxshi. Ko'pchilik tushunadi bu gullarni. O'zimning kasbim ijodiy jarayonga bog'liq u ham, ya'ni jurnalist bo'lib televideniyada faoliyat ko'rsataman. Bir necha yillardan buyon, aniqroq qilib aytganda bir 18 yilcha bo'lib qoldi. O'sha turli yillar davomida turli o'sha telekanallarda faoliyat olib borganman. Lekin gullarga bo'lgan qiziqish yoshlikdan. Men qayerda bo'lsam, har doim xonamda gullar bo'lgan. Hattoki harbiy xizmatda ham. O'sha 1 yillik harbiy xizmatda ham xonamda gullarga to'ldirganman. Albatta buni ijobiy qabul qilishgan. Undan keyin o'qish davrida ham savol bo'lishi mumkin, nega endi aynan sukkulent gullar? Boshqa gullar ham bor-ku. To'g'ri, avvallari boshqa xona gullarini ko'p o'stirganman. U gullar ham menga yoqadi, ko'rinishi o'zgacha. Lekin sukkulent gullarga bo'lgan qiziqish 2018-yillardan boshlangan. Ushbu issiqxonani tashkil qilganimizda boshqa gullar bor edi aslini olganda, lekin ular shakli va ko'rinishi katta bo'lganligi sababli ko'p joy egallardi. Keyin o'ylab qolganman, kamroq joydan ko'proq gullarni o'stirish mumkinligini sekin-asta o'rgana boshladim va sukkulentlarga duch keldim. Ko'rib turganingizdek, ular u qadar katta bo'lib ketmaydi. Kichik bo'lsa-da, o'ziga xos bir chiroyga ega. Shu boisdan ham 2019-yildan boshlab Toshkent shahri va respublikada kimda mana shunday gullar bo'lsa, yig'ishni boshladim, ya'ni kolleksiya qilishni boshladim. O'zim ko'rsatuvlar tayyorlaganim sababli o'sha ko'plab syomka joylarga borganda yoki aynan mana shunday gulchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan hamyurtlarimizni xonadonlariga borganimda ulardan bitta-ikkita bo'lsa ham olib kelib, xarid qilib, sekin-astalik bilan o'zimda ko'paytira boshladim. Siz ko'rib turgan mana shu yerdagi hamma gullar bitta guldan tarqagan, ya'ni ko'paygan. Hammasini bitta onasi bor. Endi bunga salkam 3 yil umrim ketdi bu gullarni ko'paytirish uchun. Yana bir shu yillar davomida ko'pchilikning esida bo'lsa kerak, anamal sovuq degan narsa bo'ldi. Deyarli 80% dan ayrilib qolganman. Boisi hammasini sovuq urib ketgan. O'sha anamal sovuqda hamma eslaydi, yaxshi eslaydi.
barcha o'sha elektr va gaz tarmoqlarida o'sha katta kuchlanish va yuklamalar bo'lganligi sababli yetkazib berish qiyin bo'lgan albatta. Va bu jarayonda biz isitish tizimini amallay olmaganmiz, saqlay olmaganmiz. Ulgurganimizcha uyni ichiga olib kirganmiz. Lekin ko'p qismi nobud bo'lgan. Xalqimizda o'sha gap bor, yiqilgan kurashga to'ymas deb. Keyin bahordan yana jahl qilib, yana gullar yig'ishga tushdik. Ko'z tegmasin, gullarimizni soni ham ancha ko'paydi. Dastlab faqat zavq olish uchun edi. To'g'risini aytganda, birinchi o'zi odatda gul sotmayman. Sotishni yoqtirmayman, chunki bunga qancha vaqt ketadi, qancha mehr ketadi bunga. Nima deydi? Bu shafqatsiz usul bilan ko'proq onam va ayolim shug'ullanadilar. Lekin bundoq olib qaraganda shuncha mehnat o'z navbatida sarf xarajat bo'ladi. Buni isitish uchun yoki issiqxonani mana shu holatga keltirish uchun va yana boshqa xarajatlari bor. Ularni o'z navbatida qoplash kerak. Shundan so'ng yaqin 2 yil davomida, mana bu yilda hisoblasak 3 yil bo'ladi. Ya'ni buni biznes faoliyatiga aylantirishga qaror qildik, ya'ni oilaviy tadbirkorlik. Ushbu gullarni asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali sotamiz, deyarli ko'p holatlarda va bahor va kuz oylarida ushbu gul sevarlar o'zining klublari bor, turli yarmarkalar amalga oshiriladi. Ushbu yarmarkalarga ishtirok etish orqali ham sotamiz. Siz ko'rib turgan mana shu gullarimiz, aytib o'tishim kerak, boshqa mazkur turdagi gul bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan bizda tan narxi ancha arzon tushadi va xaridorlarga ham ularni arzon taqdim etamiz. Yana bizni o'sha faoliyatimizni kuzatib borayotgan xaridorlar bilishadi. 2 yil oldingi qo'ygan narxlarimiz hali ham o'zgarishsiz turibdi. Ya'ni to'g'ri, bozor muhiti o'sib boradi, ko'pgina narsalar o'sib boradi, lekin go'zallikni bahosi yo'q deb hisoblayman, shuning uchun o'sha narxda qoldirganmiz. Narx belgilashda har bitta gulni hisobga olamiz, ya'ni donasini. Deylik, eng arzon gullarimiz 5000 so'mdan. Eng qimmatlari esa 80 ming, 100 ming so'mgacha bor. Ya'ni naviga qarab. Bizda uchrash yoki ko'p holatiga qarab gullarni baholaymiz. Ya'ni misol uchun mazkur kompozitsiyamizda nechta gul ishtirok etadi? O'rtacha hozir hisoblaganimizda ham 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deylik, o'rtacha 20 ta. Bahosini ham o'rtacha 10 ming so'mdan deylik, eng minimal hisoblaganimizda 20 ta gulimizni o'zi 200 ming so'm narx chiqarib turibdi hozir. Mana shu kompozitsiyamiz uchun. Albatta, yog'ochga ishlov berish ko'pchilikka ma'lum, bu qo'l mehnati, o'ziga xos tarzda baribir alohida qadri ham, narxi ham bo'ladi. Deylik, ushbu kashfimizning tayyorlanishiga va shu holatga kelishigacha bo'lgan holatni 100 ming so'm deb baholaylik. 300 ming so'm bo'ldi. Endi mehnatimizga bir 15 ming, 20 ming so'm qo'shsak, shu 320 ming so'm mana shuni atrofida mana shu gulimiz tayyor bo'ladi. Menimcha u qadar qimmat emas, ya'ni ushbu gulni sevuvchilar, tushunadiganlar uchun turli bayramlar oldidan savdo o'ziga xos bo'ladi, yaxshi. Talab ham bir muncha ko'payadi. Ya'ni o'sha o'zlarini yaqinlarini tabriklash uchun. Bundan tashqari o'sha turli tug'ilgan kunlar yoki yaxshi kunlarda yana shunday mijozlarimiz bor. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan yoki o'sha turli konferensiyalar yoki o'zaro ishchi xodimlariga yoki dugonalariga ham ushbu kompozitsiyalardan taqdim etishni lozim topishadi va mana shunday holatdagi kompozitsiyalarni tayyorlab beramiz. Bular 50 ming, 55 ming tan narxi tushadi va shu qiymatda sotamiz. Har qanday insonni menimcha xursand qila oladi ko'rinishidan ham. Asosiysi tabiiy gullar. Yana ko'pchilik savol beradi. Ko'pincha yaqinda ham aytib o'tishim kerak, o'sha bozor rastalariga olib chiqqanimizda deyarli
80-85% sun'iy gullar. O'shalarda qatorida buni ham sun'iy gullar qatorida qaramay o'tib ketganlar bo'lgan. Keyin qaytib kelib bu tabiiymi degan savolni berib va o'zlari ko'zlari bilan, qo'llari bilan ushlab ko'rgandan so'ng qiziqishlari yanada ham ortgan. Agar mana bunday kalanqo'ylardan foydalansak ham bo'lardi o'rta qismiga. Lekin bularni gullash davri 1 oy, 1,5 oygacha mana shu gulni saqlab qoladi. Keyin esa ya'ni gullarini olib tashlashga to'g'ri keladi. Aslida foydalansak ham bo'ladi, lekin bugun biz faqat sukulentlarning o'zidan foydalandik. Ushbu kalanqo'ylardan iborat bo'lgan kompozitsiyalar ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Mana shu ko'rishingiz mumkin. Ya'ni betondan yasalgan tuvak. Buni ham o'zimiz qo'limiz bilan qo'l mehnati asosida yasalgan. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Demak, bizda mana bunday aksessuarlar bor, xonqizilar, qo'ziqorin, kapalak yoki boshqa jonivorlar. Ulardan ham bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, qo'ziqorinimizni orqa qismiga qo'ydik. Bular ham kompozitsiyaga o'ziga xos bir ko'rinish beradi. Ya'ni tabiatda qanday ko'rinishda bo'lsa, o'shanday bo'lishga harakat qilamiz. Agar ma'lum bir qismlari ochiq qoladigan bo'lsa, tosh bilan ham dekorativniy toshlar bor. Ular bilan yopib yuborishga harakat qilamiz. Mana bu qushchalarimiz ham bor, ya'ni qushlar inida polaponlarni ochib chiqishini kutmoqda. Ularni ham turli kompozitsiyalarga ishlatishimiz mumkin, o'ziga xos chiroyli. Buni ham qolipi bor, ya'ni o'zimiz tayyorlaymiz va farzandlarimiz qiziqib bularni o'zlari bo'yashadi. Shu bilan birga ular ham ish bilan band bo'lishadi, ham o'ziga xos bir hunarni egallab borishadi yoshlikdan. Kashpotuvogimiz biroz kattaroq va uzunroq hajmda bo'lganligi uchun kapalaklardan ikkita joyda foydalansak bo'ladi. Demak, ularni qo'nib turishi uchun odatdagi kichik daraxtlarning shoxchalaridan foydalanamiz. Yana ko'rsatib o'tishim mumkin, mana oddiy o'zimizning bog'imizdan umrini yashagan yoki joyini o'zgartirmoqchi bo'lgan gilos va olma daraxtlarimizning tomiri, ularni ham tashlab yubormaganmiz. Kesib, o'sha chiroyli shakllarni olib, yuvib, tozalab, alif lak berib, mana shu holatga kelgan. Bular ham o'zini vaqtini kutyapti hozir. O'ziga xos bir ilhom kelishini kutyapti. O'zi turli holatlarda kompozitsiya tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, chiroyli chiqadi bunda ham. Kompozitsiyamiz yashilroq rangga ko'proq moyil bo'lib qoldi. Shuning uchun ozgina rangini kolorit bo'lishi uchun qizil ko'rinishdagi sukkulentimizdan foydalanamiz. Demak, hozir ikkita shoxni tayyorlab oldim. Bu shoxlar ham begona emas, o'zimizning shaftolimizdan qurigan shoxlari. Bularga kapalaklarni hozir joylashtirib, o'ziga mos bo'lgan joylarga qo'yamiz. Deyarli tayyor kompozitsiyamiz. Hozir bularga ozgina suv purkab yuborsak ham bo'ladi. O'zi tuprog'imizning namligi yaxshi edi. Hozir qisman mana shu suv purkash orqali yetarli darajada bo'ladi va shu bilan 10 kun, 15 kungacha bularga suv berish shart emas. Bemalol mana shu namlik bilan yaxshi his qila oladi o'zini. Aziz tomoshabinlar, kompozitsiyamiz tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Har tomondan. O'ylaymizki, sizlarga ham bu manzur bo'ldi. Mana shunday
kompozitsiyalarni tayyorlashga yoki mana shunday gullarga qiziqsangiz, sizni bog'imizga taklif etamiz. O'zingizni qo'lingiz bilan barcha jihozlar, barcha kerakli gullar yoki tuvaklarni beramiz. O'zingiz agar qiziqsangiz, bemalol tayyorlab, ushbu jarayonda o'zingiz ko'nglingizdan his qilib, o'tkazdirib, mana shunday go'zallikni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Biz bugun yog'ochdan tayyorlangan kashponi ko'rsatib o'tdik va unga turli sukulent gullardan kompozitsiya tayyorlash jarayonlarini ko'rsatib o'tdik. Kelgusi sonlarimizda esa aynan sementdan, ya'ni beton kashponlarni tayyorlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Qo'li gul inson Mansurbek bizga zo'r taklif aytdi. Agar siz ham ushbu kompozitsiyaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki uni o'z qo'lingiz bilan yasamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizni uning ustaxonasiga, yo'g'i, gulxonasiga olib boramiz. Bilasizmi nima? Bu ishni men o'zim birinchi bo'lib boshlab bermoqchiman. Keyingi dasturda antiqa tuvakni o'z qo'lim bilan yasab ko'raman. Hozircha esa xonaki gullardan orxideya parvarishini o'rganib turamiz. Assalomu alaykum gulshaydolarim. Men ismim Xo'jayeva Latofatman. Bugun men o'z xonadonimdagi gullarni ko'rsatmoqchiman. Mening kolleksiyamda 100 dan ortiq gullar turi bor. Mening kolleksiyamda eng chiroyli, eng go'zal, nafis gulimdan biri bu orxideya hisoblanadi. Orxideya guli nafaqat o'zining gullari bilan, balkim o'zining hidi bilan ajralib turadi. Menda orxideyani 60 dan ortiq turlari bor. Masalan, mana hozir sizlarga bu orxideyamni ko'rsataman. Buni men kecha kuni sotib oldim gul do'konidan. Orxideyani bu turishda men qoldirmayman. Albatta buni men ko'chirib boshqa tuvakka o'tkazaman. Mana bu bo'limimizdagi orxideyalarimiz hammasi uyqu davrida. Shoxchalarini kesganim yo'q. Nimagaki men bularni yana gullatmoqchiman. Gullashi uchun men likopchada suv to'ldirib, keramzit qo'yib qo'yganman. Nimagaki orxideyalarimiz namlikni juda yaxshi ko'radi, hamda yorug'likni ham yaxshi ko'radi. O'shaning hisobiga bular g'unchalab boshlaydi. Orxideyalar asosan ko'proq yorug'likni yaxshi ko'radi. Yorug'lik deganda bizlar quyoshni tik turgan nuriga qo'yishimiz kerak emas. Bular asosan sal yorug'lik tushadigan joyga qo'yish kerak. Masalan, tokchalarga qo'yishimiz kerak. Agar tokchamizda juda quyosh nuri tik tushayotgan bo'lsa, bizlar mana bunaqa stilajlar qilib, sun'iy yoritgichlardan foydalanamiz. Mana shu orxideya bu bolasi. Onalari mana, men shu onasidan buni ko'paytirganman. Asosan oddiy stakanchikdan foydalanganman-da va drenajlar, teshikchalar qilib qo'yganman. Ko'proq men moxdan foydalanaman, karadan foydalanaman. Moxning xususiyati namlikni ushlab turib beradi. O'shaning hisobiga orxideyamiz ildiz ochishga moyillik bo'ladi. Orxideyalar uchun eng ma'qul xona harorati bu 20 gradus. 20 gradusda gullarimiz juda yaxshi rivojlanadi. Namligi esa 50-60 bo'lishi kerak. Bizlar namlikni ushlab turishimiz kerak. Chunki orxideyalarimiz namlikni juda xush ko'radi. Men bu termometr yordamida men xona haroratini nazorat qilib turaman. Agarda xonaning namligi tushib ketsa, men sprey yordamida xonaning namligini ko'tarib olaman. Mana do'stlar, kuni kecha xarid qilgan orxideyam. Mana hozir men sizlarga buni ko'chirib o'tish yo'llarini o'rgatib o'taman. Avvalambor, gul qimmat bo'lganligi sababli bunga ishlatiladigan dori vositalarimiz ham ancha qimmat. O'shaning uchun xarid qilganimizda bu haqida juda chuqur ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Albatta, bozordan sotib olganimizdan keyin bizlar buni gullarimiz orasiga qo'shmaymiz. Bu karantin hududida turish kerak. Ko'plari orxideya sotib olishga qo'rqishadi. Negaki, bu gulni men parvarish qila olmayman deb o'ylaydilar. Siz bu orxideya haqida ko'proq ma'lumotni o'rganib, parvarishlab boshlasangiz, albatta orxideya siz uchun eng oson, chidamli gullaringizdan biri bo'ladi.
Karantindan so'ng men albatta buni substraktini ko'rib chiqaman, quriganmi yo'qmi, moyilmi yo'qmi. Buni yana qayta ekishga, agar moyil bo'lsa, men substraktini o'zini o'sha qaytib o'ziga ekib qo'yaman. Ochamiz buni. Chunki ildizlari tuvaklarimiz atrofida juda qattiq mustahkam yopishib olgan bo'ladi. Ildizlari juda nozik bo'ladi buni. Mana ko'rib turibsizlarki, ildizlari yaxshi. Tarfinoy stakanchigi bo'ladi. Mana yaxshilab qarangizlar. Buni ehtiyotkorlik bilan olib tashlaymiz. Tarfinoy stakanchikda orxideyamiz ekilgan bo'ladi. Agar biz uni olmasak, mana bu tagida ildizi bor. O'sha ildizimiz chirib qoladi. Chirish jarayonida o'sha orxideyamizni bizlar yo'qotib qo'yamiz. Ildizlari mana yaxshi. Chiqayirlari chirimagan. Mana bu yerda ozgina filamen qurishi bor. Orxideyamizni ildizlari ipsimon bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Qo'rqmasdan olsalaringiz bo'ladi. Mana bu ildizi turishi kerak. Bu ildizini kesib olib tashlamaymiz. Endi buni men fitospiringa solaman. Ildizini ochdik, torflarini to'kdik, stressga tushishi mumkin. Qurib qo'ygan ildizimizdagi filamenlar gulimizga juda ta'sir qiladi. 1 litr suv men tayyorlab oldim qorishmamiz uchun. Albatta orxideyalarga qaynatilgan suv bo'lishi kerak. Yomg'irning suvi ham bo'ladi. Orxideyalarga bizlar muzday suv bermaymiz, iliq suv beramiz doim. 1 litrga 2 tomchi tomizaman fitospirindan. Fitospirin gul bozorlarida sotiladi. Fitospirin nafaqat orxideyalar uchun, balkim boshqa gullarga ham ishlatsak bo'ladi. Asosan buni bizlar stressga tushgan holatda, ildizlari rivojlanmagan holatda ishlatamiz. Juda o'tkir bo'lib ketish kerak emas, tomirlarini kuydirib qo'yamiz. Endi orxideyamizni cho'ktiramiz suvga. 20 daqiqa turishi kerak. 20 daqiqa turgandan so'ng biz orxideyamizni olamiz. Ildizlari ozgina qurish kerak. Filamen qurigan joyiga men Perix vodorod suraman. Perix vodorodimiz aptekalarda sotiladi. 3%ligi. Men buni suvga aralashtirmayman o'zidan. Perixning xususiyati nimaki? Infeksiyadan saqlaydi. Chirishni oldini oladi. Gulni maydalayman. Aptekalarda sotiladi bu. Xohlasam ildiziga suraman, xohlasam substraktiga qo'shib solaman. Men hozir buni ildiziga maydalab sepaman. Zamburug'li kasalliklarni oldini oladi. Ingichka ildizini o'g'ilda artib olaman. Filamen nima bu? Filamen bu orxideyani suv bilan ta'minlab beradigan ildiz qobig'i. Mana ko'rib turibsizlar, transportirovka bo'lib kelgan gulimizning idishi juda kichkina diametri. Hozir bizlar kattarog'iga ekib olamiz. Tayyor substraktimiz bor. Tayyor bu orxideyalar uchun. Bu gul bozorlarda sotiladi. Buni ichida hozir ochamiz. Buni ichida mana tayyor o'g'ili bor, karalari bor. Mana bu yerda drenaj uchun men keramzit solib olaman. Kara solib olamiz. Tayyor moximiz bor. Orxideyalar mana shunaqa moxlar orasida o'sadi. Ozgina solaman ildiziga, namlikni saqlab turish uchun. So'ng orxideyamizni ekib olamiz. Undan oldin men o'g'ilni sepib olaman. O'g'ilning xususiyati aytib o'tganimdek, ildizini chiritishni oldini oladi. So'ng mana ekamiz. Ildizimiz juda chuqur bo'lishi kerak emas. Tuvagimizdan yuqoriroq bo'lishi kerak. Chunki sug'organ paytimizda ildizimizni, orxideyamizni shaykasiga suv tegishi kerak emas. Orxideya ekayotganimizda bizlar tuproqdan foydalanmaymiz. Bu gulimizning ildizlari ochiq holda bo'lishi kerak. Orxideya o'zi asosan daraxtlarga chirmashib o'sadi. Shuning uchun bizlar ko'proq substraktdan foydalanamiz. Mana hozir yana sovib olamiz. Endi orxideyamizga albatta suyanchiq cho'plarimiz kerak. O'zini maxsus suyanchiq cho'pi bor. Buni albatta ildiziga tegmasdan ehtiyotkorlik bilan
joylashtiramiz. Orxideyamiz fitospirinda turgani uchun biz orxideyamizni sug'ormaymiz. Sug'orishdan oldin albatta bizlar qaraymiz. Bu yerda ildizlar ko'rinadi. Agar ildizlari oqarib qolgan bo'lsa, bizlar sug'oramiz. Agar ildizlari yashil bo'lib turgan bo'lsa, bizlar sug'ormaymiz. Sababki agar bizlar ko'p sug'orsak, bu chirib qoladi. Sug'orayotganda ham oddiy suvda sug'ormaymiz. Boya aytib o'tganimdek, qaynatilgan suv bo'lishi kerak. Yo iliq suv, doim iliq suvda sug'oramiz. Yoki yomg'ir suvida. Yomg'ir suvini albatta ilitamiz. Muzdek holda suv bermaymiz. Orxideyaning ildizlari ochiq holatda tez chirishga olib keladi. O'zini maxsus kashposi bor. Sug'organimizda ham bizlar bo'ktirilgan holda sug'oramiz. Shunaqa chiroyli gullab turishi uchun men albatta dori vositasidan foydalanaman. Mana kombo siropi bu 1 litrga, 2 litrga, 3 litrga mo'ljallangan. Belgilari bor. Men o'sha belgilardan foydalanaman. Aziz gulsevarlar, mana bizlar orxideyamizni ko'chirib o'tkazdik. Endi men o'zimning kolleksiyamga qo'shib qo'yaman. Shu bilan men sizlar bilan xayrlashaman. Yana ikki safar orxideya gulimizni qanaqa qilib gullashini hamda qanaqa qilib ko'paytirish yo'llarini ko'rsatib o'taman. Daraxt va o'simliklarsiz bu yashil olam cho'lga aylanardi. Tadqiqotlarga ko'ra, bir kunda bir kishining kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 22 ta daraxt kerak. Daraxtlar kesilishi natijasida biz qisqa yoki uzoq muddatli xavf-xatarga duchor bo'lishimiz mumkin. Agar hech narsa qilmasak, yer o'pkasiz qoladi. Mana shaharimiz bir markazda bir shaharni bir o'pkasi desak ham bo'ladi, bir park barpo bo'ldi. 7-2 gektar maydonda. Bu yer juda bir oldin tashlandi, chiqindi joy bo'lgan. Biz tozalatib, bu yerni musor-fusurlardan tozalab olguncha bir 3 oy, 4 oy mobaynida tozalandi bu yer musorlardan, chiqindilardan. Ko'chat ekish ishlariga keladigan bo'lsak, ko'chat ekishlari 1 oy mobaynida ko'chatlarni ekkan bo'lsak, bir 300-400 mashina musor chiqarildi bu yerdan. Biz hozir poytaxtdagi birinchi yashil jamoa parkida turibmiz. Yuzlab daraxtlar ekilgan va mana shu daraxtlarning barchasi loyiha asosida ishlab chiqilib, loyihalash uslubida ekilgan va hozirda bog'ning barpo etilishi va qurilish ishlari davom etmoqda. Keling, bu haqida mutaxassislar bizga so'zlab berishadi. Hozirgi kunda Yashil loyihalash instituti keng ko'lamda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida loyihalar amalga oshirmoqda. Yashil loyihalash instituti Mening bog'im loyihasi, yashil jamoat parklarini tashkil etish, botanika bog'i, dendrologiya bog'larini tashkil etish hamda butun bir respublika bo'yicha ihota daraxtzorlar, cho'l va o'rmon eroziyaga qarshi kurashish bo'yicha ihota daraxtzorlarni tashkil etish loyihalari amalga oshirmoqda. Yashil loyihalash institutining hozir yana bitta katta loyihalaridan bittasi bu dendroparkni tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Bu juda katta loyiha hisoblanib, undagi bir qancha turdagi daraxtlar shu aholi salomatligini saqlash va aholi uchun xizmat ko'rsatadigan katta bir botanika bog'i sifatida tashkil qilinmoqda. Toshkent shahrida jamoat parki tashkil qilish rejasi boshlangandan keyin shu hudud tanlab olindi. Bu hududdagi oldingi quruvchilardan qolib ketgan har xil chiqindi, beton qoldiqlari, shag'al, tosh, har xil shahar iqlimiga yomon ta'sir qiluvchi narsalar ko'p edi. Shu narsalar tozalab olindi. Bu ko'chatlarni ekishda asosan o'rmon xo'jaliklari qatnashdi. O'zlarida yetishtirilgan mahalliy daraxt ko'chatlar, buta ko'chatlarni olib kelib ekishdi. Hozirgi kunda ham davom etyapti. Kasallikligi, zararkunandalarga qarshi dorilar bilan ham agrotexnik ishlovlarni berib turishibdi. Sababi chunki bu joyda oldin eski daraxtlar ham bo'lgan. Unda kasallik qoldiqlari bo'lishi mumkin. E'tiborga molik jihati bor.
7 oy 8 oy davomida o'sib gullab turadigan gullarni ham maysazorlarni ham tashkil qilib o'sha hududlarga gul ekib turiladi. Uni tarkibida bir 20-30 xildan ortiq gullar bo'ladi. Har xil oylar davomida ketma-ketlikda gullab boradi. Ushbu park hududiga 1000 ga yaqin daraxtlar ekildi. Ularning turlari bir 20 xil turdagi daraxtlar. Hamda 20 mingdan ortiq buta ko'chatlari ekish rejalashtirilgan va ekilmoqda. Hamda 20 mingta atirgul ko'chatlari ekilmoqda. Atirgullar xillari ham 100 ga yaqin. Shu O'zbekistonda o'sib gullaydigan atirgullar xillari aholi aylanish uchun qulay hudud tashkil qilingan. Bu o'zidan ancha bir kislorod ham chiqaradi. Shu ko'chatlarni tanlaganimiz bir shu yerga ko'rk hamda kislorodga boyitadigan ko'chatlarni tanlangan. Asosiy maqsad shaharda mana shu yerda universitet bor, boshqa yirik tashkilotlar bor. O'shanda chiqib bir dam oladigan, shu faqat toza havo aylanish uchun qilingan joy. Bu yerda yashil loyihalash instituti tarafdan loyiha ishlari bo'lgan. Loyiha ishlarida smetasi qilingan. Buni ko'chat ekish sxemasi, asosan sxemasiga urg'u berib ketilgan. Sug'orish tizimini alohida paliflar qilingan. Sug'orish tizimi har bir ko'chat orasidan yomg'irlatib sug'orish kapelnisalar qilingan. Yonida mana ko'rib turibsizlar, kanal o'tgan, kanaldan olib nasoz orqali yo'nqislarga olib, ham tomchilatib, ham yomg'irlatib sug'orish ishlarini olib boriladi. Hozirgi to'xtab qolgan etapimiz qurilish ishlari bo'lyapti. Qurilish ishlari, keyin gazon qismi bir qismi qolgan, tabiiy chim bosilyapti. Chunki tabiiy chim ham o'ziga yarasha bir ko'rk, keyin ozodalik, tozalikka rioya qilgan holda gazon qildirganmiz. Siz o'z bog'ingizga qanday o'simliklar ekishni bilmayapsizmi? Biz sizga tavsiya qilamiz. Iqlim sharoitimizga mos, manzarali o'simliklarni qayerdan olishni o'ylayapsizmi? Biz sizga manzil aytamiz. Ko'chatxonamizga Zahiriddin Sayfuddinov bobomiz tomonidan 1988-yilda asos solingan va dastavval o'z faoliyatimizni atirgullarni yetishtirish bilan boshlaganmiz. Shu bilan bir qatorda mevali daraxtlarning 40 ga yaqin navlarini yetishtirish bilan birgalikda O'zbekiston bozoriga eng sifatli ko'chatlarni yetkazib berganmiz. Bugungi kunga kelib bizning pitomligimizda 1500 ga yaqin assortimentdagi o'simliklarni topish imkoniyati mavjud. Mazkur xilma-xillik orasida siz turli xil shakldagi va rangdagi archalarni, shahar landshafti va xonadoningizni bezash uchun, qishki bog'larni bezash uchun ekish mumkin bo'lgan manzarali o'simliklarni, gullarni uchratishingiz mumkin. Undan tashqari 40 ga yaqin mevali daraxtlar va hali O'zbekistonda bunday seleksiyaga ega bo'lmagan, ya'ni 200 dan ortiq atirgul navlarini topishingiz mumkin. Bugun bo'lsa sizlarni so'nggi yillarda O'zbekistonda urfga aylangan o'zining noodatiy barglari, gullari, shu bilan bir qatorda go'zal, betakror chiroyi bilan mashhur bo'lgan o'simliklar va O'zbekistondagi eng qimmat archa bilan tanishtirib o'taman. Bilamizki, necha yillardan beri bahor faslini turistlar orziqib kutib, Yaponiya mamlakatiga sayohat qilishadi. Maqsad bo'lsa sakura gullarini tomosha qilish. Lekin O'zbekistonda ham sakuralarni tomosha qilish imkoniyati bor. Agar siz sakura o'simliklarini o'zingiz bog'ingizda chiroyli bo'lib, ko'rkam bo'lib ochilishini istasangiz, bizning ko'chatxonamizda mana shu ko'chatlarni chiroyli gullaganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu ko'rib turganimiz sakura o'simliklari, ya'ni mana shunaqangi yoyilib o'sadigan. Bu nav bizaga chet el mamlakatlardan keltirilgan va bahor oyida mana shunaqangi betakror gullari bilan sizni bog'ingizni bezaydi. Sakuralarning asosiy fishkasi, ya'ni bu ularning gullari. Bular gullab bo'lgandan keyin hech qanday hosil bermaydi. Hosil bersa ham hosillarni tutib qolmaydi. Shunchaki bahor oyida bularning chiroyli gullariga ishqiboz bo'lib, bog'bonlar bog'iga ekadi va sakuralarimizda aynan mana shu turlari osilib o'sganligi sababli balandligi uncha baland bo'lmaydi. Siz o'zingiz xohlagan balandlikka yetishtirib, o'sha joydan payvand qilingan bo'ladi. Ya'ni hozir biz ko'rib turgan sakuralarimiz bo'yi 3-3,5 metr tashkil etadi. Va bu sakuralarimizda hech qanday hid chiqarmaydi, shunchaki o'zining chiroyli ko'rinishini beradi. Va buning ranglaridan insonning kayfiyati oshadi va gullari sizni bog'ingizda 20-25 kun davomida bezab turadi.
Siz bilan bir necha asrlar davomida imperator saroylarini bezab turgan rangdor klionlar, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda zarang daraxti bilan tanishamiz. Ushbu o'simliklar aytib o'tganimdek, necha asrlar davomida Yapon imperatorlar saroyini bezab turgan va o'zining chiroyli, yorqin rangli barglari va jimjimadorligi bilan har doim bog'i eng chiroyli nuqtasiga aylangan. Va ushbu o'simliklarni 80-yillardan boshlab keng ommaga sotish boshlangan. Hozir ko'rib turgan ushbu yapon zarangi bizga Italiya mamlakatidan keltirilgan va bu ham shtamp holatida. Shtamp deb aytilgani albatta bu tanasi tegi cho'p qismdan iborat va tepasiga bo'lsa chiroyli qilib mana shunaqangi daraxtning tojini tashkil etadigan payvanddan o'tganligiga nisbatan aytiladi. Ushbu klonlar, ya'ni zaranglar O'zbekistonda oxirgi yillarda juda ham trendga aylanib ketdi. Sababi esa ko'rib turibsiz. Bu o'simliklarni O'zbekiston iqlimida yarim salqin joylarga ekish tavsiya qilinadi. Undan tashqari, agar qishki bog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, qishki bog'ingiz uchun ham juda ham chiroyli bezovchi element sifatida foydalanish imkoniyatiga egasiz. Biroq bu o'simlikning barglari qishin yozin bezab turmaydi, kuz kelishi bilan sekin-astalik bilan to'kishni boshlaydi. Bir qarashda lola daraxti deb ko'z oldiga keladigan ushbu o'simlik magnoliya o'simligi hisoblanadi. Magnoliya o'simligini ikki xil katta oilasi bor. Bittasi doim yashil, ikkinchisi bo'lsa meni yonimda turgan chiroyli barg to'quvchi navlari. Ushbu ko'rib turgan magnoliyalarimiz bahor elchisi hisoblanadi. Qaysiki manzarali o'simliklar orasida. Sababi ushbu magnoliyalar fevral oyining oxiridan boshlab g'unchalashni boshlaydi va gullarini mart oyida taqdim etadi. Ushbu o'simligimizning gullari juda ham shirin iforli bo'ladi va bundan tashqari buni oq, sariq, pushti rangliklari ham mavjud. Va bu magnoliyalarimizdan navlardan kelib chiqib, gullarining ham ifori, hidi o'zgacha. Ulardan haqiqiy ekzotik tabiatda hidi keladi. Va ushbu magnoliyalarni biz O'zbekiston iqlimida bemalol parvarishlashimiz mumkin. Va buni gullarini aytib o'tganimdek faqatgina bahor oylarida ko'rishimiz mumkin. Gullash davomiyligi 20-25 kungacha, ba'zan 30-35 kungacha ham davom etishi mumkin. Agar siz magnoliyalarni chiroyli ko'rinishda saqlab yetishtirishni xohlaydigan bo'lsangiz, ularni to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joylarga ekishingiz mumkin. Agar siz O'zbekistonning janubiy viloyatida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, siz bularni yarim soy hududlarga ekishingizni tavsiya qilaman. Va ushbu magnoliyalarning sifatlisini albatta haqiqiy ishonchli ko'chatxonalardan xarid qilsangiz bo'ladi. Va albatta landshaftimiz archalarsiz mukammal bo'lmaydi. Shu sababli sizlar bilan hozir trendga aylangan manzarali archa, ya'ni Kiparis arizonskiy archasi haqida gaplashamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonning ham Xorazmida, ham vodiysida, ham vohasida, ham Toshkentida mashhur bo'lgan Kiparis arizonskiy archalari. Ushbu archalar landshaftni chiroyli bezash bilan bir qatorda astmatik va allergik kasalligi borlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Sababi ulardan juda ham shirin hid taraladi va bu ularning efir moylariga boyligidan dalolat beradi. Va ushbu archalarni siz aytib o'tganimdek O'zbekistonning istalgan nuqtasida eshitishingiz mumkin. Hattoki Urganch aeroportini ham mana shunaqangi chiroyli betakror archalar bezab turibdi. Mani oldimda turgan archa bo'ladigan bo'lsa, bu Kiparis archasini, ya'ni arizonskiy Kiparis archasini mana shunaqangi spiral shaklda parvarishlangani. Bilib turganingizdek, bu archalarni siz turli xil shakllarda landshaftingizni, ko'kalamzorlashtirilgan hududingizni chiroyli qilib jozibador qilish uchun foydalanish imkoniyatiga egasiz. Va bilganingizdek, bular quyoshli o'lkalarni juda ham sevganligi uchun bog'ingizni eng quyoshi ko'p bo'lgan joylariga ekishingizni tavsiya qilaman. Agar bog'ingizda yetarli salqin, namlik bo'ladigan bo'lsa, azaliya o'simliklari siz amringizga muntazir. Azaliya o'simliklari bizni iqlimimizni uncha xushlamaydi. Shu sababli imkon qadar namlik yuqori va salqin bo'lgan joylarda yetishtirish tavsiya qilinadi. Shu bilan bir qatorda ushbu azaliyalar nordon tuproqni xushlaganligi sababli har doim bularni ekishdan oldin yerni nordonlashtirish tavsiya etiladi. Va bu ishlar albatta maxsus to'rflar yordamida amalga oshiriladi. Azaliyalarning gullash davri aslida fevral oyiga to'g'ri keladi, lekin chet eldan yangi keltirilgan azaliyalar biroz kech muddatda, ya'ni mart yoki aprel oyida ham gullashi mumkin. Va bu o'simliklarning ham ikkita katta oilasi mavjud, ya'ni barg to'quvchi va doim yashillari. Sizlar bilan hozir ko'rib turganimiz bu doim yashil azaliya hisoblanadi. Va bog'ingizni chiroyli ko'rkam bo'lishini xohlasangiz, gullaydigan o'simliklardan to'g'ri foydalanishingiz kerak bo'ladi. Shu sababli agar aytib o'tganimdek sizda salqin, nam yaxshi bo'lgan joy bo'ladigan bo'lsa, betakror va umuman mukammal bo'lgan azaliya o'simliklarini yetishtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'simlik soya bermasligi mumkin, lekin uning ta'rifini eshitib, muzlab qolishingiz aniq. E'tiboringiz markazida O'zbekistondagi eng qimmat archa. Ushbu o'simlikni narxini bir taxmin qilib ko'ring.
Albatta hammalar taxminlar xato chiqishi aniq. Ushbu o'simligimizning narxi naqd 325 million so'mni tashkil etadi va bu qiymati bilan, o'zini yoshi bilan O'zbekistondagi eng qimmat archa ekanligini isbotlaydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu o'simlik naqd bir xonali kvartira yoki-da Malibu Premier narxi. Har bir narsani o'z shaydosi bor. Mana shunaqa o'simliklarni, manzarali o'simliklarni sevadiganlar uchun bu hech qanaqangi qiymatga ega emas. Lekin buni go'zalligi, mana shu ko'rinishi bilan, bog'i chiroyli qilib bezash bilan bir qatorda insonni kayfiyatini ko'taradi. Va ko'rib turganingizdek, bu noodatiy usulda qilingan va bu bizni tilimizda, ya'ni o'simlikshunoslar tilida bonsai deb nomlanadi. Ushbu bonsailar qanaqa qilib bunaqa narx bo'lishi mumkin? Biz kichkina hattoki bonsailarni ko'rganmiz, narxlari 12 million, 20 million tashkil etadi. Lekin bu ko'rib turganingizdek hajmi anchagina katta va salkam yoshi 40-80 yil oralig'ida. Va mana shunaqa holatga keltirish uchun bitta butun boshli odamni umri ketgan. Tasavvur qiling, mana shunaqa paytlarda shu davr mobaynida ushbu o'simlikni shakl berish, mana shunaqa holatga olib kelishi o'zi bu alohida mavzu. Va menimcha buni qanaqa qilib parvarishlash bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lmasangiz kerak, lekin hozirgi kunda internetlarni, ma'lumotlarni titib chiqadigan bo'lsangiz yoki-da shu sohaning haqiqiy havaskori bo'lsangiz, buni qadriga yetishingiz aniq. Ushbu bonsai sasna o'simligi, ya'ni lotinchada Pinea, Pinus, o'zbekchada bo'ladigan bo'lsa, qarag'ay o'simligidan qilingan va Pentaphyllus navidan. Ushbu qarag'aylar tog'li hududlarda o'sadi va tog'u toshlar orasida qolib ketgan katta yiriklari mana shunaqangi qo'li gul bo'lgan bog'bonlar tomonidan mana shunaqangi haqiqiy san'at asari holatiga keltiriladi. Bunaqa shaklga keltirish uchun salkam 15-20 yil vaqt sarflanadi. Agar siz topib olgan archangiz yoki tog'u toshlarda topib olingan archalarning yoshi o'rtacha 40-60 yil bo'ladigan bo'lsa, yana 15-20 yil davomida bularni shunaqa parvarishlash uchun ketgan vaqt qo'shadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek yoshi 60 yoshdan 80 yoshgacha yetadi. Va bularni bunaqa shakl keltirish uchun qalin bo'lgan simlar va mana shu archalarni parvarishlovchi bog'bonlardan yuksak malaka talab etadi. Mana shunaqangi yuksak malaka va o'zini yoshi mehnatini qo'shganda shunaqangi qimmat bo'lgan narxlar kelib chiqadi. Buguncha sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizlarga juda ham foydali bo'ldi. Sizlar agar shunaqa o'simliklar dunyosiga qiziqadigan bo'lsanglar, bog' aro yana ko'rishguncha xayr deb qolaman. Bir dona so'z, yaxshi da'vat kimnidir yo'l chetiga chiqindi tashlashdan qaytarishi yoki bir ko'chat ekishga undashi mumkin. Shunday ekan, biz buni gapirishda charchamaymiz. Yana bog' aro ko'rishguncha xayr.